Mayli ko'cha bo'yidagi ushloq yemekliklar bo'lsin yoki uy atrofidagi tuzoq yemekliklar do'koni bo'lsin, xurmo buyurtib bo'lgandan keyin xo'jayin sizdan yumg'oq sut qalamsiz deb so'raydi. Bu chog'da hamon ba'zilar bevosita rad qiladi. Biz bugungi temaga kiraylik. Nima uchun ba'zilar yumg'oq sut yeyishni yaxshi ko'rmaydi? Yumg'oq sutdan qo'rqish kasali degan nima? Ismidan chiqib turibdiki, yumg'oq sutga nisbatan qo'rqish psixikasi bor odamlarni ko'rsatadi. Ilmiy statistikalarga asoslanganda yer sharida taxminan 21% Sharqiy Osiyolik, 7% Janubiy Osiyolik, 17% oq tanlik va 14% Afrikalik kishi yumg'oq sutni yoqtirmaydiganligini bildirgan. Bundoq bo'lishidagi sabab yumg'oq sut yuqori ximiyalik tarkibiy keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Chunki yumg'oq sutda taxminan 40 necha xil birikma bo'lib, buning ichida aldehid turidagi moddalar bor. Masalan, aptopparas aldehidi, alkin aldehidi va 2-11 karbonlik aldehid qatorliqlar. Holbuki bu aldehidlarga o'xshab ketadigan tarkiblar supun tarkibidami o'xshashlar mavjud. Shunga yumg'oq sutni yoqtirmaydiganlar yumg'oq sutni kuchli purqini xuddi supun purqiga o'xshaydi deb qaraydi. Unda bo'lsa masala kelib chiqdi. Nima uchun odatda kishilar bunday g'alit purqini pura olmaydi? Amaliyotda bu gen masalasiga munosabatli bo'lib, har bir odamning badanida OR6 S2 deb ataladigan pora sizimi qabul qilguvchi tancha geni bo'ladi. Bu qabul qilguvchi tancha geni orqali odam yumg'oq sutga aldehid turidagi modda uchurlarini qabul qila oladi. Ammo bu xil qabul qilguvchi tancha genida ikki xil o'zgargan tur borligi kelgan bo'lib, buning ichidagi yana bir xil yumg'oq sutga supun purqini kuchli gavdalantirib, kishini xushal qilgan aromat ximiyalik moddalarning purqini purashga amalsiz qolgan. Shunga bu xil gen tipidagi kishilar yumg'oq sutdan o'zini qochiradi. Bu son mazmun mushaga yaqinlashdi.